Lekin dalshi bay ketadi deb o'ylayapman. H4 time frame'da. Xo'p, hozir bugun kunlik intervalda bozor bay oldida, bay otdi. Boya full marj ishlaydigan joyimiz bor edi, ya'ni 4189 dan full marj ishlaydigan joy bor edi. Men o'zim ovqatlanayotgandim, qo'lim band edi, kirolmay qoldim. O'sha yerda o'zim bozor. O'shanda bilasizmi men nima qildim? Ha, 0.2 larni tiqib tashladimda. Vashshi o'luv. Xo'p, men 88 dan pozitsiyani qarab turdim, o'sha yerda o'zim 240 pips uchib berdi. Bak, 4189 dan. Siz nima asosida o'tdan bay oldingiz bilmadim-ku, lekin meni tizimim bo'yicha bemalol katta risk qilsa даже 100 lot bo'lgan joy edi. Unaqa joy boy ham keldi. Nechi ekan? Xo'p, katta keluvdi. Mana anaqada kelgan. Yana 2 marta ishlab berdi o'sha 88 narx. Ha, shunaqa. Keyin yana bir marta mana bu yoqda sel uchun ishlab berdi. 4195. Xo'p, hozir ko'ramiz bayga. Agar imkon bersa, bosamiz. Imkon bermasa, ishlamaymiz. Umumiy ko'rinishda baribir trend bayda selga o'zgargani yo'q. Selga o'zgarishi uchun men analiz qilgan edim, tashladim. Men hozir analizni o'chirib tashlamayman. Unaqa bo'lgani yo'q. Nimaga o'tadigan bo'lsak, line o'tadigan bo'lsak, bizda hozir bitta riskdan va ikkita riskdan break bo'ldi. Bu degani teparoqqa chiqamiz, katta ehtimol bilan degani. Katta ehtimol bilan teparoqqa chiqamiz. Bizani endi kutib olingan narximiz, xo'p, hozir bilamiz. Endi kutib olingan narximiz 4226. 26-27 hududlari. Shu joydan qiziqib ko'rsa bo'ladi. Men hozirgi bay zonamizdan o'sha narx ham nima berib bo'ldi, tasdiq ham berib bo'ldi. Kirishga shoshilmay turamiz. O'zi men kutayotgan narx yana ozgina pastroq bo'lishi kerak edi. 91 larga tushib berganda, keyin kattaroq risklarni tushib bermadi narx. Men plyusdaman lekin. Baydami deysiz? Ha, plyusga chiqdim. Yopib tashladim. Boy yetganimda уже ochib bo'luvdingiz bay. Ha, ochib bo'ldim. Chunki men H1da ko'rib turuvdim, lekin bay, polnisda bay. H1da. Narx pastroqqa tushib berishi mumkin. Ya'ni qaytga men kutyapman. Men uchun ideal pozitsiya. Xo'p, hozir shakllangan. Aytaman. Necha ekan narx? Xo'p, 4191 dan 4187 narx oralig'igacha men uchun bay zona. Xo'p, hozir misol o'zi Engulfing yopiladi hozir. Ozginchadan keyin 30 minutlik Engulfing bo'lgani yo'q. Lekin M15 da chiroyli Engulfing bo'lgan. M15 da lekin chiroyli Engulfing bosilgan. Xo'p, o'shatdan hozir lekin xo'p, lekin katta ehtimol bilan ishlashini men kutmayapman. Engulfing ishlab bermaydi sel uchun. Agar ishlab bersa bizlarni kutib olgan shu pastga tushib ketish kerak. Ya'ni 4191 dan 4187 narx oralig'igacha bizga bay zona, tasdiqsiz bay zona. Lekin narx o'sha yerga tushib berishi kerak. Xo'p, 1 soatlik ko'ramiz. Tasdiqsiz deganda full marjali zona emas, full marjali zona o'tib ketdi. Lekin minimalniy risk qilsa bo'ladigan zona. Stopni 4185 ga qo'yib. Ikkita tasdiq. Aslida men tasdiq kutmayman, u joyga tushib ketsa, kattaroq risk qadar boraveraman. Shu menimcha agar bay ketsa 4200 nechigacha hozir? 4200
15-16 gacha o'taversa kerak. Dalshi. Da, Undan ham ehtimoli, ortig'ini kutyapman to'g'risi. ehtimoli yo'q emas. Xo'p, mana shu joydan men minimalniy bayga risk qildim. Bunaqa katta lot ochganim yo'q. Shuning uchun unaqa risk kattalashtirmasdan ishlaymiz. Tak. Ishlasa bo'ladi bayga. Stopni qo'yamiz 4192 ga. 4192. Agar yorib o'tsa, bizamiz pastiga главный zonani kutib turibdi. Bu bo'ladi главный zona. Asosiy gap 4175 gacha tushib berishi mumkin ekan. bo'lishi mumkin. U uchun avval 4191 va 86 narx oralarini yorib o'tish kerak. Tushundim. Ana o'shanda o'sha joyga tushish ehtimoli bor. Mulla Xormaylar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bitta savol bor edi. Eshitaman. Propda ikki xil balans bor, umumiy balans va kunlik balans bor, to'g'rimi? Hatto umumiy balansdan yechilishi degani, misol uchun siz 50 mingda 55 ming qildingizda 54.999 qo'ysangiz, uning balansdan 5% ko'proq risk bo'lib, anavi bo'ladi, to'g'rimi? Blok bo'ladi. Xo'p. Kunlik balans bor. Bu kun boshlanganda 50 mingmi? Siz 50 mingda 55 ming qilib turib, keyin 45 mingdan pastga tushirib yormasangiz, kunlik balans buzilmagan bo'ladi, to'g'rimi? Hozir men propimda 50 mingda oldim ikkinchi etapda. Короче, 52.132 qildim. 370 dollarma qoldi ikkinchi o'tishimga. 50 minglikda. Kunlik balansdan 10% deb yozib qo'ygandi shartida. Keyin shundan hozir tushdi 49.955 turibdi. 45 dollarga minus qildim-da kunlik balansdan. Kunlik balansda 45 dollarga minus xo'sh. Da. Hozir chat bu bir pasdan qarasam, shu topib qo'ygan, kirib yozsam, siz deydi kunlik balansda anaqa qilgansiz deydi, riskni oshirib yuborgansiz deydi. Voy dalbayob, men qilgan foydamni ketkizdim. U umumiy balans emas, kunlik balans deb yozgansiz. Yo'q, biz kunlik balans deganda biz kun davomidagi balansingizni nazarda tutgandik deydi. Mana o'sha uchun o'zbeklarning prop kompaniyasiga ishonish qiyin-da. Yo'q, bu isqirtlikda men aytayapman, voy dalbayob deyapman. Razmen qara dedim. 50 ming shotimni 60 ming qildim deylik, bitta o'tirishda. 60 ming shotimni hozir 55 mingga qaytarib tushirsam, men blok bo'lamanmi shunda deyapman. Indamaydi. Dalbayob sizlar qanaqa bular deyapsizlar deyapman-da. Qarang, maqsad o'tda sizni pulingizni olish, tamom, boshqa narsa emas. emas. Yo'q, menga mana shu savol bor. Kunlik balans deganda, shu kun boshlanganda bozor yopilib, bozor yangilanadi-yu, sikli Avstraliya qaytib ochiladi-yu, o'shandagi balans hisoblanadi, to'g'rimi? Aslida shunaqa, lekin prop kompaniyaning qonunini men bilmayman-da. Qonunni sizga lichiga tashlab beraman, shu qarab oling-da. Bo'ldi. Вообще jinnilik bor, hozir bor ofisiga borib janjal qilib kelaman, Sibirda ofisi anular. Borish kerak, sal quyat qolsanlarmi deyish kerak. U o'zi siz aytganingizda o'zbeklarniki ekan, o'zimizlarniki ekan deganingizda shubham bor edi. Sabab maksimal kidat qilishdi u. Mana hozirgi paytda o'zim gidat qotdi. 50 minglik balansdan 45 dollargina zarar bo'lgan bo'lsa, bunaqa qilish mumkin emas-da. Shu jinnilik bor. Borish kerak, sal o'yin qolsalar. Qarang, mana shu o'qidingiz ham belgilab qo'yganman. Kunlik balansdan degan ras kun boshlangandagi balans hisoblanadi, to'g'rimi? Yoki bo'lmasa umumiy balansdan deb yozib qo'yadi-da. Da, kunlik yo'qotish limiti kunlik balansdan 5%, ya'ni bir kundagi, misol kecha umumiy balansdan, ya'ni kunlik balansdan siz 2% risk qilib qo'ydingiz, keyingi kuningizga yana xuddi o'shancha tushadi. Siz to umumiy balans yo'qotmaguningizcha. Tizim anaqa bo'yicha, ya'ni mana tushunganim bo'yicha, mana prop ishlaganman, xuddi shunaqa ketadi.
Shunaqa men ham prop ishlagan shunaqa bo'lardi misol uchun. Eng qizig'i bundan mana shu propni o'zida bundan oldingi shotlarimni ham misol uchun 5000 da 5300 qilib turib, qaytib 4,5 mingga tushirganman-da, 10% gacha bormadi kunlik balans. 4750 gacha tushirganman-da, 5% dan o'tmadi, yopilardi. Hatto men bu yoqda 5300 gacha chiqargandim, o'sha kun tushirgan. U payt bloklanmas edi. Hozir oxirgi mana shu shotim ikkinchi etapdaman. Ikkinchi etapda o'tib realga o'tishimga $300, $350 qolganda, endi bunaqa qilib o'tiribdi. Eng to'g'ri yo'l pashondan qidish kerak bu probga. To'g'ri seberga ofisga borish kerak. Hozir menimcha уже yopilib bo'ldi, 8 bo'ldi soat. Ya 10 gacha ishlaydi. Hozir ketyapman, borib bir gaplashib ko'raychi. Nima bo'lar ekan bu? Pizda jinnilik-ku. Agar realni o'shanaqa dalboyob bo'lgan bo'lsa, internetga shartta olib chiqish kerak. Va to'shtu boshqalar ham o'sha probning nomi nima edi? Profit Prop. Instagramga yozsangiz chiqadi. Profit Propdan ehtiyot bo'lish kerak endi bu yo'q mana. Jinnilik-da, borib aytyapman-da, rostdan 50 ming 60 ming qildingiz-da, o'zingiz foydangizda. 60 ming foydangiz qaytib 55 mingga tushib qolsa, $5000 foydadasiz pul hisobida, lekin blokdasiz. Jinnilik-da boru. Shunaqa. Chiqib boray yana gaplashamiz aka. Bo'ldi. Plyusdamisiz? Nima? Hozircha plyusda. Men yopib tashladim o'zi. Normal joyga borganda yopib tashladim. Men ulgurmay qoldim gaplashayotganimga. 3ga chiqqan vaqtida yopib tashladim. Aytdim bu bolaga, o'zbeklarning propagiga ham ishonmaslik kerak dedim. Men ham bepul prop olib ko'rdim, hech. Endi plyusga chiqqan vaqtim shunaqa real shot bermadi-da. Behuda 4 hafta sinovda o'tib ketdi. Maksimalni ko'p qilishdi, prop banaqasi. Maksimal oxirgi plyusni ham olish maqsadi ularni. Tamom, boshqa narsa yo'q. Mana shu shotni qanchaga sotib olgan bo'lishi mumkin? 50 mingdami? Adashmasam, hozir men bitta tashuvdi. 50 ming shot qanchalik? 379 dollar ekan. Вообще 5 mingligi 64 dollar ekan. Qonun qoidasi juda kuchli ekan-da. Ya qonun qoida yomon emas, yaxshi. Misol boshqa hamma, misol chet ellik prop kompaniyalari Fundednex va Zephyrs bilan bir xil o'qib chiqdim hozir. Lekin men bu qilgan ishi to'g'ri kelmaydi, yaxshi emas qilgan ishi. Lekin uni agar prop tashlasangiz qanaqadir o'zini xullas foiz to'laysiz-da unga, shunaqami? U prop o'zi bundoq oddiy logikani ishlatgan holda qaraydigan bo'lsak, sizni oxirgi pulingizni ham olish uchun yaratilgan narsa, boshqa narsa emas. Sabab baribir qanaqa bo'lsa ham amallab yiqitadi. Ko'p prop kompaniyalar shunaqa ginat qilib yiqitadi. Keyin menda shunaqa bo'lgan. Nimaga meni pulimni yechib bermading deganim edi. Han degan belgilangan vaqtda savdo qilmading degan. Qanaqasiga deyman. Skalping qilib qo'yganman deyman. Bilsam skalping emas ekan. U yozilmagan. Keyin yozilmagan qonunlar bo'limida, fakt yozib qo'ygan joyida kichkina qilib yozib qo'ygan ekan. Ko'rmasdan. Maqsad nima? Prosta sizni oxirgi pulingizni olish, tamom, boshqa narsa yo'q. Kurschi treyderlar bor-ku, kurschi treyderlarning maqsadi nima bo'ladi? Reklama qilib, $1000 dan 10-15 odamni oladi, ichidan uni bittasi natija qilib qo'ysa, o'shani olib chiqaveradi videoga, o'shani olib chiqaveradi. Qolgan 9tasi-chi? 9tasiga gap puli o'zini ustida ishlamaydi. Bir xil dars o'tilgan bo'lsa,
hamma bir xil to'lagan, bitta joyda bo'lgan dars, hamma narsada uy vazifani hamma bir xil qilib kelgan bo'lsa, bo'lishi mumkin emas. Shunaqa, Bitta odam to'g'ri. natija qilib qolganlar natija qilmasligi, hamma narsa bir xil ketayotgan bo'lsa agar, o'zlashtirish bir xil, balans bir xil bo'lib turgan, mayli balans kimnidir har xildir. Bir xillari misol o'sha 10 o'quvchining ichida kimlardir azartli bo'lsa, savdo qilolmasligi mumkin. Shunaqa. Bay kirganimizdan keyin mana bitta bozor necha pip suraveradi. Bu bile 100 pip suraveribdimi? Kirgandan Chalg'ib keyin. qoldingizda o'sha vaqtida yopmadingiz. Qanaqadir proplar bilan chalg'ib qoldingiz. Mayli, endi nimadir deb. Bunaqa katta risk qilinmagan, kichkina minimal risk. Olsa stop bo'ladi. Baribir kunlik foydada u yetarli foyda. Men o'ylagan joyga tushsa narx, ko'ramiz keyin risk. Stop qolmasin-ku. Agar mabodo olib qo'ysa, yaxshigina risk qilaman pastdan. O'zi hali mani stopimni olishga yetib kelgani yo'q. Stop 4192. 4190. Hali ancha bor ekan. Da, shunaqa. Xo'p. Atak lekin bilmadim, olib qo'yadimi deb qo'rqyapman. Lekin ehtimoli rosa kam. Xo'p, 15 minglik qaraydigan bo'lsa, bizda RBS bozor ketyapti tepaga sikl bilan, oxirgi ob'yomli zonani test qildi, dalshi ketish kerak. Bu yoqdagi test qilinmagan ob'yomdan hozir narx reaksiya olyapti. Ko'ramiz endi. Ketish kerak. Hozir bu yilgi anaqada yengani qilib chiqibdi kurschilik. Bozor ob'yom boshqaradi. Boshqa insonning gapida bu, boshqa insonning gapini o'zlashtirib, chala chulpi darsligini o'g'irlab, bir nimalar qo'shib kurs sotishni boshlabdi. Narx footprint to'ldirgani kelyapti deydimi, bitta dalboyob chiqib footprintni ishlatishni bilmaydi u iba. Footprint bilan O'zbekistonda zo'r ishlaydigan bitta odam bor, keyin o'sha okani shogirdlari bor faqat. Qolganlar yo'q. U stopni oldi. Kutamiz endi. $14-20 stopni oldi. O'zi tepadagi men bayi yopib tepada sel zonamizga ham keluvdi-da o'zi narx. Ya'ni mana bitta ko'rayotgan bo'lsanglar 92 bu yoqda manaki. Xuddi mana shu ahvol, mana shu asnoda biz bu yoqdan bay ishlash, sel ishlashimiz kerak edi. Prosta men yopishga ulgurmadim. Hech narsa qilmaydi mayli endi. Bu yoqdan hozir bay pozitsiyani sekin qarashni boshlaymiz. Bizning zonamizga keldi narx. Qalibim kelish kerak edi o'zi. Endi kutamiz. M1da ham tasdiq bermayapti. Hozircha yo'q. O'zi adashmasam menda M1da turgan ekan bu yoqda. Ko'ramiz hozir.
bugungi kunlik foydamni yo'qotib, $65 zararga kirib qo'ydim. Hozir katta risk bormi hisoblamasdan. Mayli. Betdan ozgincha reaksiya berish kerak baribir. Papani qattiqcha chiqib berishini kutyapman. 4200 ga chiqadi. 4202 ga chiqib berib, o'sha narxi 1-2 beradigan bo'lsa, haqiqatan ishlab ketaveradi dalshi. O'sha u zonani 1-2 qilmaydigan bo'lsa, qiyin masala olib ketishi mumkin. Chunki hozir bu yoqda boyagi nima yengillik 6.5 dollar uchun aktiv chiqdi, impuls berdi, osmonga qarab tushib ketdi. Tillani holati bu yoqda nimadan keyin mana bu yerda pastga urdi tilla. O'shandan keyin dalshi o'sib ketdi mana. Xo'p, necha pips pastga yurib bergan. Yangilikda 100 pips tashlab beribdi pastga. Vot, undan keyin ketdi bozor 263 pips uchib ketdi. 100 pipsli dollarga chiqqan yengillik tillarga qo'y deyarli ta'sir qilgani yo'q, lekin uchib ketdi osmonga. Hozir ham dollar o'syapti, ko'ramiz. Umumiy fonda bugun ketma-ket yengilliklar chiqadi. 11-da, 13-da shunaqa yengilliklar bor. Katta qatlam yengilliklar ketma-ket chiqadi. O'shanda bozorda ancha qiyin bo'ladi ishlash. Xo'sh. Tak. Bizga bitta 4200 agar narx 4202 dan yanlış bildim. 4202 dan teparoq yopilib bersa, tepada yopilib bersa yaxshi bo'lardi. Ko'rdinglarmi nimaga men shu joyga belgilab qo'yganimni? Ekran ko'rinyaptimi sizlarga? Ha, ko'rinyapti. Mana minimal risk qilganman o'zi bayga. Riskga chiqdi, qani ko'ramiz. O'zi men sizlarga indamagan edim, to'g'risi yana stopinglarni olish uchun mana bu bittagi kirilgan pozitsiya bu yoqda edi, pastda edi. Stop olingandan keyin sразу mana shu yerdan yana bitim ochganman. Mana bu yerda yormaguncha val zonani yormaguncha faqat bay. Yoradi. Ya'ni ob'yom yoriladi. Balans buzilgandan keyin sel ishlaymiz. Ungacha faqat bay. Shu etmaganim yomon bo'ldi. O'zi etolsam bo'lar ekan, bay deb, qolganlar bor ekan hozir. Necha pips bor? 95 pips bor. Hozir 1 minut. Normalniy foyda berib yopdim. Dalshi uchib ketdi.
Ovozingiz o'chib qoldi. Bilmiyorum, zo'r manga telefon bo'lib qoldi-da. O'sha uchun xo'p, 100 pips bor. Lekin shu sayfa bitim ochgan ham qo'ymadi. Kerakli paytda telefon qo'lida bo'lsa. 111 pips yomon emas. Xo'sh. Boyagi zarra sekin-sekin qoplanyapti. Tak. Xo'p, mana boya aytgan 4202 narx уже yorildi. Narx balans bitta joyga qo'yishdi. Вот, endi anaqaga keyingi bizani kutib oladigan zonamiz. Hozir aniqlayman. Tak, o'zi bu yerdan ketish uchun, yana dalsibay bo'lish uchun 4211 ni buzib o'tish kerak. 4211 ni buzib o'tgandan keyin ya'ni bemalol uveringni ushlab tursak bo'ladi. Hozir agar sizlar ham men telefonda gaplashayotganim uchun gapira olmadim sizlarga. Agar bay ochgan bo'lsanglar, pastdan 4192 dan ma'lum bir qismini yopib ushlasanglar bo'ladi qolganini. O'zi bizda 100 pipsdan oshiqroq savdo bo'ldi. Endi ko'ramiz bu yo'g'ini. Agar narx shu 4211 dan tepada yopilib berilgan bo'lsa, keyingi bizani kutilgan narx shu teparoqqa chiqib ketaveradi. Keyingi kutilgan narx 4224 bo'ladi bizda. To'rtming ikki yuz yigirma to'rtdan qiziqib ko'ramiz keyingi narxga. Xo'sh, bu yoqda mana fibomiz bor edi, esingizda bo'lsa. Scalp fibo kim darslik ko'rgan bo'lsa, YouTube turibdi. O'sha bo'yicha ham prямо idealniy nima bergan, intervyu bergan. Bitta объем. O'sha sizlarga aytgan va'da qilgan qirolsiz
aytyaptimi, tojsiz qurol degan strategiyani bitta bo'limi, ya'ni yana bir narsa qo'shiladi, ya'ni ikkita tojsiz narsa qo'shiladi bitga. O'shandan keyin bu strategiya to'liq bo'ladi. Xudo xohlasa mana shu narsani yakshanba kunimi nasib qilsa sizlarga beraman. Darslar qilib ba'zi qilib bemalol mana shu manga o'xshab bemalol savdo qila olasizlar. Mana bunaqa 100 pipslarni bemalol o'shaysizlar. Ну, faqat tajriba baribir o'zini gapini aytadi. Bu narsani ko'proq tajriba qilib bekitib qilib ishlaydigan bo'lsanglar, mohiyatini tushungandan keyin bemalol mazza qilib ishlasanglar bo'ladi. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ay, shu men ham endi aka tradingga endi qiziqib turibman, o'shanga videolar ko'ryapman. Uncha lekin tushunmayapman. Bunaqa qiyinroq ekan. Nimaga? Video darslik ko'rsammikin, maslahat berasizmikin demoqchi edim. Misol siz avval yo'nalish tanlash kerak edi. Hozir mana qilib yozibdi-ku, SNC, ICT, matematik strategiya, keyin yana nimadirlar, vaqt bilan ishlash strategiyasi chiqqanmi, shunday hozir tushunmayman bilan tradingga vaqtni nima aloqasi bor? O'shada ko'payib ketdi o'sha kurslar, o'sha videolar, o'shanga bironta videolardan qiziqib ko'ryapman. Indikatorlarini o'shalardan tushunmayapman. Men indikator beraman yaqinda. O'sha tojsiz qurol degan strategiyaga indikator bor-da. Mana bu volume ko'rasizmi? Mana bu yerdagi men tortib qo'yganimni. Ha, ko'ryapman. Mana shuni o'zi ham sizni agar yaxshi tushunadigan bo'lsangiz sohani, shuni o'zi daromad ko'p chiqib qo'yadi. Aynan men shu bitta indikatordan foyda qilishni boshlaganman. Hozir siz trading VO'da o'zida savdo qilasizmi, MetaTrader'dan? Men sizlarga chartni ko'rsatib qo'yganman trading viewda. Men hozir ikkita narsada, boshqa ikkita ekranda yana savdo qilib o'tiraman. Ulab bo'lmaydi-da, ya'ni MiPad bu, MiPadda savdo qilib, yana bu yoqda ikkita nima ekranda alohida ishlanyapti. Alohida boshqa analiz ham ko'rilyapti. Darsga keladigan bo'lsak, nimadan bo'lar ekan? YouTube to'li dars, oddiyroq aytganda. O'sha ko'p-da endi. Ko'raman. Bazaviy sizda baribir bazaviy dars bilim bo'lishi kerak-da uning uchun. Bazaviy bilim bo'lsa, keyin har holda ishlay olasiz nimadir. Sizda oddiy ma'no qo'ygan darslarimni ko'rib ham tushunmayotgan bo'lsangiz, sal qiyinroqda. Nimadir sohada men misol 3 yil bo'lgan bo'lsa, yaxshi foydaga chiqish bu yildan bo'ldi. 1 oy, 2 oyda sana natija chiqarib qo'ymayman, mana kursimni sotib ol deganlarga fake bank ko'rsatish kerak. Bu ilojsiz u narsa. Trend liniyani chizib qo'yib, mana buni qilib turib, hozir tushuntirib beraman. Mana bundoq chizadi-da, kim haqida gap ketayotganini aytaman. Bundoq chizadi. Keyin mana bundoq Fibonacci bundoq qiladi-da, qani Fibonacci'si. Yo'q, bu emas. Mana shuni chizib qo'yadi-da, mana bundoq chizib qo'yadi-da. Narx xuyojalam o'zi temasi bo'yicha ma'lumotlardan kirish kerak, ma'lumotlardan kirib oladi-da. Mana bu chiqib bergandan keyin nima 1.18 degan qo'pqonlik endi. Tappa bilan. Bunaqa odamlar ham bor. Umuman bir ting, realni bir ting. Nimaga? Fibonacci bozori anaqasi emas, ya'ni mohiyat emas. Misol tasavvur qiling, o'sha Fibo urinidan, mana Fibo urinidan yo'da mana 05, 0618, 786 va 236 hududlaridan hech kim sotib olmasa, ya'ni bu yerdan hech kim, ya'ni kattaroq igrokli, kattaroq hedge fondlar, bank balobattarli bayga kirmasa, siz bilan meni pulim qimirlata olmaydi bu trading MetaTrader'da hamma birontasini. Katta, slishing katta pul bo'lishi kerak. Nimaga?
o'shandan keyin misol ular kirsa, keyin narx shu 1618 ga borishi mumkin. U yerda boshqa narsa bo'ladi. 1618 ga borish sababi вообще boshqa bo'ladi. Ya'ni u narsani aynan nimada tushunsa bo'ladi, объемdan tushunsa bo'ladi. Misol hech qayerdan sotolmasa-da, narx o'zidan o'zi mana bunaqa fibo tortib qo'yasizda, siz chapdan o'ngga, tepadan pastga o'sha fibo bo'yicha yurmaydi-ku bozor. Kimdir sotib olish kerak narx ko'tarilishi uchun, kimdir sotish kerak narx tushishi uchun. Bu fiboga bog'liq narsa emas. O'zbekistonda hali ham odamlar bu narsani aqllariga sig'dira olmayapti-da. Hali ham borib, o'tni kallasiga pul to'lab o'qiyapti. Unaqa emas. Xuddi mana shu Savdo tema объем temasi. Da, объем temasi keyingi yil полный O'zbekistonda avj oladi. Полный kurs объем bo'ladi. Ko'rasiz. Lekin o'sha kurs sotayotganlarni 99.9% hech narsani bilmaydi. O'zbekiston bo'yicha eng zo'r объемni ishlaydigan odam bitta. Sherzod ekan bor, mani ustozim. O'sha odam. Boshqasini men ko'rmadim. Boshqasi 100% bashasiga yemaydi, bir tiyin. To есть o'sha Sherzod ekan va Sherzod ekan shogirdlaridan tashqari. Qolganlarini men boshqa odam ham bor, misol Ziyod Retam bor. Men bu yerdan kirib oladi-da. Misol men ham kuzatganman. Bundoq kiradi, mana shu yerdan buy deydi, tepadan ya'ni sell deydi. Sell. Birinchi olgan joyidan anaqa birinchi pozitsiyasidan keyingi pozitsiyagacha 70-100 pipslab tepaga chiqib ketib qoladi. Da keyin ozgincha yurgandan keyin pastdagi bitimlarni yopamiz, tepadagi bitimlarni ushlaymiz. Bunaqa savdoni men ham bilaman. Duch kelgan joydan buy olamiz. Minimal riskda risk amal qiling deyman. Dalbayoq o'chab o'zi kirgan odam, men orqamdan kirgan odam $100 puli bo'ladimi, $200 puli bo'ladimi? O qanaqa minimal riskda tinmasdan buy olish mumkin men bilan bir xil. U aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa. O'sha uchun sizga maslahatim, Sherzod akamni kuzating, boshqa hammaga dinlab qo'ying. Chunki endi lekin Sherzod akamning mavzulari, darslari to'g'ri kuchli, slishim kuchli. Tajribasi bor odam uni tez tushunadi, tez o'rgana oladi. Sohada yangi bo'lsangiz, boshlang'ichlar uchun to'g'risi bilmayman kimni kuzatish kerakligini. Chunki men o'zim kursdan ko'p sakraganman. U kursdan bu kursga o'qiganman. Deyarli natija bo'lmagan, undan bunga qoniqmaganman, mohiyatni tushunmaganman bozorda. Mana bu yerdan hozir tashagan mana qani men bu yerda bitimlarim turibdi manaki. 006 dan to'g'ri telefonda gaplashib qolib kech ochdim. Lekin po planim men 4190 dan 3 dan ochishim kerak edi. Telefon bo'lib qoldi, menga o'sha uchun ocha olmadim. Sabab shu. Mana объемni o'rgansangiz, yaxshilab tushunadigan bo'lsangiz, qanaqa foyda qilasiz? Hozir siz savdo qilishdan oldin yangilikni ham ko'rasizmi? Yangilikka tupurganim bor. Baribir yangilik baribir объемga boradi, ishonavering. Agar men hozir boshqa ikkinchi ekranimni ulab ko'rsata olmayman, mana men bu yerda katta anaqada bayda limitlar turuvdi, ya'ni katta kontraktlar turuvdi bay uchun. Men uni ko'rdim. Men u narsani ko'rdim, ovqatlanayotgan edim, lekin ulgura olmadim, o'tib ketdi. O'sha uchun o'tkazib oldim. Narsani faqat объемda ko'rsangiz bo'ladi. Объем degani bookmap etayotganim yo'q. Bookmap emas, boshqa o'zini professionallik nimalari bor o'sha kanalida. Sherzod akamning nimasiga kirsangiz, o'sha yerda bor. Na samom деле, to'g'risi boshqasini bilmayman. Balkim boshqalardan bordir yaxshilari. Lekin men o'zim 2 yil, tasavvur 2 yil kursda o'qib turib, bu O'zbekistondagi ko'pchilik Instagramdagi o'quvchim palon $1000 ishladi, o'quvchim tugun $1 ishladi. Shaxsiy individual trillion dollarlik kursimda o'qigan o'quvchim BMW oldi, bo'jala. Shunchalik zo'r trader ekansan, xo'p, nima qilasan kurs sotmaganlarga savol tug'iladi bitta. Savol javobi risksiz pul. Chunki mendan ham kurs so'raganlar bo'lgan vaqtida men ham o'zim ham aytganman. Risksiz pul, boshqa narsa yo'q. Keyin bu sohada men tushundimki,
yaxshi zo'r trader shunchaki kimgadir nimanidir berib qo'ymaydi. O'sha uchun men o'zim kanalimni signal berishni to'xtatdimda ideya tashiydigan bo'ldim. Toshtu kanalga kirgan odam 174 ta odam kursi nima sabab bo'layotganligini o'tdan bayk ketishligini shu ideyada yoritishni boshladim sekin. Meni lichkalarimga shu kanal kommentni o'rganayotganlar bor, quruq analizimni ko'rib o'rganayotganlar bor. O'zi sizni yaqinda ko'rib qoldim. YouTube'da darsliklar chiqayotganda o'sha orasida ko'rib qoldim. Ha, siz O'sha yangi ekansiz. Telegram kanaliga qo'shildim. Mhm. O'sha endi videolaringizni ko'rib turibman. O'sha signallar YouTube'ga chiqarayotgan videolaringiz yangi chiqarayotgan. O'shalarga sal tushunmasdan o'sha kirib ko'rib Ha, o'sha mani eskidan beri ko'rib kelayotgan odamlarga ular tushunadi. Anchadan beri kuzatayotgan odamlar tushunadi bu narsani. To'g'risi siz boshlang'ich bo'lsangiz maslahatim baribir kimdadir shogird tushishi kerak. Shunchaki YouTube'da ko'rib, to'g'ri YouTube'da darslar bor, lekin darslarni ko'rganingizdan keyin sizda savol tug'iladi-da. Misol, mana bu narxdan, mana bu boya men ko'rgan bo'lsangiz, bu yoqda ob'yom tortib qo'ydim, ob'yom mana shu yerda turadi. Uni qanday tortdim, qaysi holatda tortdim, nima bo'lganda tortdim, qanaqa bo'lganda tortiladi, o'sha narsalarni tushuntirib beradigan odam kerak-da. O'sha narsalarni misol ya'ni siz tushuntirib qo'ygan taqdirda ham yana savol tug'iladi, konkretniy savol tug'iladi sizda yana. Chunki menda ham bo'lgan YouTube'da darslar ko'rganda savol tug'ilgan menda ham. Kimga berasiz? U YouTube'dagi odam sizni savolingizga javob bersa beradi yoki yo'q. O'sha uchun shu yo'lni bosib o'tgan yaxshi bitta ustozni topish kerak baribir. Sohada pul ishlamoqchimisiz, bitta ustoz topish kerak. Bo'lmasam qiyin masala. Misol yangi tug'ilgan chaqalog'im yurishni boshlagandan keyin o'zi shartta turib yurib ketolmaydi-yu, ota-onasi yordamlashadi, uydagilar yordamlashadi yurish uchun. Xuddi o'shunaqa narsada siz ham yurib ketishingiz uchun kimdadir o'qishingiz kerak, kimlargadir aldanib yeb qo'yishingiz kerak, pullarni yo'qotish kerak, stressga tushish kerak, asab buzilishi kerak. O'shandan keyin o'rgana olasiz. Ungacha yo'q. to'g'ri. Kriptovalyutadan ham shug'ullanasizmi? Kripto bilan oldin shug'ullanganman, hozir yo'q. Xo'p, 135 pips yuribdi, zo'r. Men bitimimman bittasini yopdim. Ya'ni bitta balansimda 3 ta balans boshqaramanmi. Qolgan ikkitasi turibdi. Kattaroq shotlarda turibdilar. Hmm. 135 pips yaxshi. Zo'r ketyapti. Bekor yopdim nariga shotimni ham. Ochiq tursa bo'lar. Mayli. Xo'p, bittasini yopaman men, yana bitimimni. Qolganlari bezbitga turadi. Tak. 4198 da ochilgan bitta bitimimni yopdim. Qolganlarini stopini surib qo'yganman. 006 dan 3 ta ochilgan bo'lsa, bittasini yopdim. Qolganlari xo'p, yaxshi. 51 dollar. Zo'r. Keling, yana bittasini yopaman. 60 necha dollar ekan? 67 dollarda yopdim yana bittasini. Qolgani o'zi bitta qoldi, 75 dollarda. U qoldi, bo'ldi, shoptiramiz uni. Undan oldin tan olish kerak, stop yedim. Shoshib kirib qo'yganligim uchun. Endi shoptiramiz bitimdan. Xo'p, yana kim kirdi savdoga? O'zi bay kirganlar bormi yana? Yo faqat bir o'zimmi? Menimcha hali hech kim kirmadi. Bitta faqat o'zim ishlayotgan ekanman. 3 kishi kuzatayotgan bo'lsa, faqat men boy bo'laymi deyman-da bu yog'i. Faqat o'zim boy bo'lay. 164 pips. Zo'r.
Assalomu alaykum. Mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ulug'bek tuzum musoqqa chaqirmoqchimi? Rahmat. Alhamdulillah. Ko'z yaxshimiz. Zo'r. Rahmat. Yondir yotib bize Uspet qilolmadim-da borib, men o'sha 91lardan naq qilaman dedim. Ovqatlanib. men ikkita full majali joyini qildim. Ikkita telefon bo'lib qolib, kechikib kirib, lekin men ham juda internet ishlamay qoldi deb telefon bo'lib qoldi. Uchidan o'qiganimizda 160 pipsdan oshuv savdo bo'lib ketdi hozir. Zo'r o'sha 172 pips vashshe dahshat. U anu qanaqadir. Buni pips uchun 3 yil o'qish kerak, da xuyi traderda o'qib, da xuyi kursda o'qib, pullarni yo'q qilib, oxiri yaxshi ustozning qo'liga tushib, mukammal o'rganib, keyin ishlash kerak. Yo'q bo'lmasa, o'shanaqa odam bo'lsa, zo'r ishlaydigan, o'shani kanalni sotib olish kerak. Tamom. Boshqa yo'li yo'q sohada ishlash uchun. Tu yaxshi trader, menimcha unaqa zo'r pul ishlaydigan trader kanallarni ochmaydi. Mana shu adashib kiloni endi sohaga kirganim qiziqib kanal ochib qo'yganman. O'shandan beri cho'zilib yuribdi. Unda odam ko'p edi. Orada ozgincha kanalga e'tibor bermaganimdan keyin kamayib ketdi. Cho'g'i kamayib ketdi odamlar. Nima bo'ldi oke bizani masalada? Pakani Ingushetya bilan kelmadi, gaplashmadim. Aka, eng optimalniy variant o'sha hindlarda-ku. Okeys kelishimi? Ha. Mana endi. Chunki ular nimaga? Ular tushunadi bu sferani. Hamma shunga объяснять qilish kerak. Mana bunaqa qilsang, mana bunaqa bo'ladi. Buncha должен быть готов deb. Hindlar o'zi yeganda ham yegan, ular rozi. O hindlarni o'sha meri pyare hai tumse hai zindagi deydilar. Pyare karpa hai. Kecha ishxonamga keluvdi bittasi, yonimizda do'kon bor edi. O'sha kirib turibdi. Yonimda aytish yetim agar dedim borib yetkazib ko'rib pyare hai tumse hai zindagi sen 5000 beraman san kulyapti. Men deydi 30-40% bemalol hindcha gaplasha olardim. Shu 3 yil oldin. Hindlarni tili. Har tili bor-da. Tamil bor. Gujarot bor. Bizga yana entry bergani yo'q tillar. Dars ketyapti kirgan joyimizni. Menimcha buni endi maqtanib qo'ying. 2 dona odam kuzatayotganiga hali YouTube'ga qo'yib yuboraman buni. Ko'rsin boshqalar. Xo'p, 179 pips. Mayli, 1 pips o'zimdan qo'shib 80 pips deyman. Bilib, telefon qilib qoldi de ishxonadan. Rasa zo'r paytda telefon qildi lekin. Aslida nega yana qaysi kanalga a'zo bo'lgansiz aka? Telegram kanalidan. Menmi? Ha, bilaman. Yangi kirgan odam hamma kanaliga podpiska tashlaydi. Samat bor. Keyin kriptovalyuta bilan shug'ullanadigan Sarvar aka bor. Shu ikkoviga. Undan oldingiz kim dedingiz? Samandar. Bilyap. Tushundingiz nima demoqchiligimni? Qochish kerak. To'g'ri, MK Samandar yaxshi narsalar o'rgatadi, ikkinchi zo'r narsalar beradi. Baribir aylanib kursga taqalasiz. O'zingiz bilasiz. Lekin baribir kimgadir kursda o'qishingiz kerak. Sohada realni pul ishlamoqchimisiz? Majbursiz kimgadir o'qishga. Bo'lmasa 2 yil, 3 yil vaqtingizni prosta YouTube'da ma'lumot qidirib, tajriba qilib, bir dunyo pulingizni yo'q qilib o'rganasiz. Tanlang, yo'q. Chunki mana xuddi shu yo'l bilan o'rgangan. 8 yildan oshiq tajriba bor. Shunaqa qilib o'rgangan.
Qolganlarni ham qolganlarni bilaman. Yana bitta intervyu yana chiroyli zo'r bo'lardi. Mana bu zonani yorib o'tdi. Necha? Hop. 4213 ekan. 413 dan tepaga chiqsa, korreksiyani fokusi bayga qaratamiz yana. Buni yaxshilab e'tibor bersanglar, har bitta sessiyaga bitta chiroyli imkoniyat beradi bozor. Lekin Amerika sessiyasi ikkita imkoniyat beradi. Amerika sessiyasiga kirdi, belgi imkoniyat berdi mana bu. Mana bizda zona ham bor edi. Bu yoqdan bu yerdan o'zi to'g'ri men bayishladim tepagacha. Yopdimni sel ishlolmadim. Keyin bu yoqdan yana 1 2 3 imkoniyat berdi. Mana bu yerdagi bu yoqdan ochgan, ya'ni 4190 dan ochilgan 3 shot boshqarsam faqat bittasidan ishlolganman, ulgurmaganman qolganiga. O'sha ovqatlanayotgandim, shu uchun qolganiga ulgurmadim. Hozircha bozor juda qiynalyaptimi deyman-da. Aniq qilishga shu unaqa narx qo'yishga 4213. Agar hozir tasdiq berib qo'ysa, selga bosamiz. Agar men tasdiq bo'lsa, hop, men bitimlarni hammasini yo'qolman. Agar esa kimdir ochgan bo'lsa, hammasini yo'qman. Hop, umumiy foyda $127. Boyagi zarardan o'sha zarar qoplanib, o'sha $127 foydaga chiqildi. Hop, endi bizdagi sel uchun Я telefonga ko'rdim, pixasi ekan. Hop, barcha joyi o'zidaman, minimal risk qilaman. Unaqa katta risk qilib tashlash kerak yo'q. To'ppa o'sha 2410 necha qo'yimman? 14 ga qo'yimman. Bo'lsa ham bir 60-70 tushib berish kerak. No, lekin bu agressiv kirish bir donagina sabab bilan kiryapman bozorga. No, mana tizimim savdoyim bo'yicha hali tasdiq bergani yo'q. Bittagina bordi, faqat tasdiq bir dona. Kamida 3 ta sabab bilan kiraman savdoga. Hozir qo'lim qichib minimal risk bitta kirdim. Selga kirdingizmi? Labay? Selga kirdingizmi deyman? Da, selga kirdim. Ko'p shab turmayman Nima lekin. degan? Labay? Ismingiz nima edi aka deyman? Abduvohid. Meni qo'shing. Yaxshi. Foydaga chiqdik. Ko'p shab turmaymiz. Ha, 35 uzog'i qatga tushab turamiz. 4200 2gacha ushlab turamiz. Bu yoqdan keyin yopsa ham bo'ladi. Ya agar o'sha joyga tushib bersa, oqib ketishi ham mumkin. Ko'ramiz, lekin tushib bermasligi ham mumkin.
umumiy tendensiyada hozir bozor resistance ham bo'laveradi. Bir soatlik time frame qaraydigan bo'lsangiz, maniki narx 2 kundan beri 4167 va 4238 narx orasida yuribdi. Shunaqa range yuribdi. Shuning uchun kutamiz. Lekin mana bu yoqqa belgilab qo'ygan zonamiz chiqishga 4227. Biz uchun bu yerda yana bitta sell zona bor, yaxshigina tashlab berish kerak. Bu yerdan ham ko'ramiz. Nima bo'ladi, nima qiladi. Nechidan turaman? 7 dan turaman. Nuqta kod ko'rmabdi. Bu yoqdagi pastdagi ochilgan 4192 dan ochilgan bitimlarni men yopdim. Necha pipsda yopildi? 172 pips. 172 pips yopdim desa, hozircha seldan unaqa kod qo'yganimiz yo'q. Ko'ramiz, agarda shu 4200 tilaga tushib kelsa, nimadir kutsa bo'ladi. Shu yerda. Hozir bo'ldiki, AKS u yoqda eski ish bo'yicha ketgani, to'g'rimi? Shunaqamiz. Maza bo'lsa kerak, u unaqa katta risk qilmaysiz. Mana bunaqa boshingiz ortib o'tirmaysiz. Borasiz, olasiz, kelasiz, topasiz. Borasiz, dajsiz ham olmaysiz, olib kelishadi. Biz Dubayda yurganimizda men borib olib kelardim. O'shanda yetardi-da. Qara, sumkani berardi 10 kilo. Endi o'ylang, hisoblayvering, hozir narxi necha pul? O'sha 24 karatli. Bitta urasa, bu ketaverasa, men polisga bora olmayman, жалоба qilolarim, chunki o'zi nelegalda ularni qo'lida. Hech narsa qila olmayman. Kema aytadimi, yo'q, bizda birovni haqqi, unaqa narsa yo'q. Ata ichkarida shayton zid qilardi. Sekin bu joylarga ketib qo'ydi. Yo'qda ham shunaqa olib kelib tashlab ketadi. Tayyor qilib anda qilasiz. Bu hindlar uchun tillarni ko'tarib yurish oddiy hol bo'lib qolgan bo'lsa kerak, u o'shalar voобще men ko'rardim. Endi o'sha gostinitsalari bor, brat kim bilan ko'p yurganimizda, u ham zalga chiqardi. Zaldan chiqardida shunaqa lekani nima pulga pishib, men aytaman, "Давай пойдем покушаем". Ну, borib ovqatlanamiz. Borib shaurma anaqa 6 dirhamlik shaurmalar bo'ladi. O'shunaqa joylarga olib kiradi. Men aytaman, "Давай, мясо, что-нибудь такое". Не надо, типа ekonomik qilish kerak. Men aytaman, "Sanda bu bor, otel, yo'q, bu hamma anaqalar. Men shunaqa qilib shu narsaga erishganman" dedi. Keyin men aytadim-da, "Уже erishib bo'lding-ku, уже, наверное, надо mazza qilish kerak" desa, "Yo'qdir". Ular faqat pul topishdi. Xo'p, bu bitimimiz 16 pips. To'g'ri, unaqa katta pips bo'lmasligi mumkin. Bitta bitimni ma'lum bir qismini yopib, qolganini 500 bitga tushiramiz. To есть 500 bitga ham emas, 500 bitga orqaga qaytib ketish mumkin. Ko'pda tikroq qilamiz. Misol, boyagi 4215 ta bo'lsa, 4210 ga ko'chiramiz endi. Ma'lum bir qismini yopib, qolganini o'sha yoqqa ko'chiramiz. Xo'p, men ham yopdim, $21 yopdim bitta bitimni. Xo'p, ikkinchi bitimni ham yopolmay $23. Xo'sh, yaxshi. $41 bor. Xo'p, keyingi bitim просто shu 4210 ga stopga qo'ydim. Uni ushlab turamiz. Agar narx 4200 necha ekan? 4202 dan pastda o'tib qo'ysa, yana pastroqqa tushish ehtimoligi bo'ladi. No, agarda ertadan
откат beradigan bo'lsa, ну, stopimiz olinadi, lekin ikkita bitim baribir foydada chiqib ketamiz u yerdan. Xo'p, kutib turamiz. Men o'ylagan ish bo'ldi. O'sha yerdan reaksiya oladi dedim, reaksiya oldi. Kutib turamiz. Kelinglar, hamma bitimni yo'qlayman. Cho'ti yoqmayapti menga. Xo'p, qancha ishladik? Hisoblaymiz endi. Pastdan ishlavdik. Hop, tepagacha 170 necha? 172 ishlayapmiz. 172. Hop, bu yoqdan ishladik. %58 ekan. Общий hisobda 230 pipsli savdo bo'libdi. Shu 1 soat ichida. Agar narxi keyingi holati bo'yicha bashorat qilamiz, sirli qutichani ochib, xullas, narx hozir tushdi mana RB qilib turib, bu yoqqa men RB qilib bersam, mana shu yerda o'zidan atkatidan bayt chiqamiz. Tushundinglarmi? Agarda doq tushib doq qilgan bo'lsa, atkatidan sel qilsak bo'ladi. Ya'ni o'sha holatda balans buzilayotgan bo'ladi. Bu faqat M1da tez o'zgarib ketadi holat. Men kutayotgan holat maksimum buzishini kutyapman. Maksimum buzilgan bo'lsa, atkatidan qo'shilib ketamiz bayga. Lekin bu yoqda men DXY ko'radigan bo'lsak, DXY o'sib yotibdi. Osmonga qarab. Yo'q, u oqishni boshlabdi. Chiqqan yangilik nihoya baribir olib ketolmabdi. Tepaga qarab. Mana bu qilib bergan analizim bo'yicha qaraylik. Birinchi zonada mana bu yerda boya ishladik obyektlarda. Mana shu yerdan 137 pips tushib bergan. Keyin boya men o'zim ishladim buni. Sell yengil chiqish sonli 150 pips ishlangan. Bu yerdan boya sizlar bilan bay ishladik 172 pips tepaga. Ko'paytirib oldim. Xullas, shunaqa. Bularni o'chirib tashlab kerak. Hop. Bundoq qilamiz. Okay. Xo'p, bizda balans selga sekin-sekin ko'chyapti. O'sha uchun shoshmay turamiz. Chunki hozir biz ikkita narx 4192 va 4212 narx orasida range'da bizni. Uzoqroq pozitsiya ushlashimiz uchun bir tarafga narx buzishini kutish kerak. Hozir selga bosim bo'lyapti tepadan. Lekin limitlar yutilyapti baribir bay uchun. Ko'ramiz nima bo'lar ekan. Kutishdan boshqa variant yo'q. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Gapirsak bo'ladimi yo zapis yoqilyapmi? Gapiravering, gapiravering, eshitaman. Zapis yo'q qo'yganman, agar ilmoqli gaplar bo'lsa, licham Kanalga tashlamaysiz. Gapirmay turib. YouTube'ga qo'yaman. YouTube'ga qo'yaman. Bemalol gapirsak bo'ladimi?
Po'xo'y gapiravering, okey. Shaxsiyatga tegadigan gap bo'lmasa bo'ldi. Yo'q. Savollar bor. Menda hali ochilmagan akkaunt. Asa qiziqyapman, har xil kanallarga kirib kuzatyapman. O Pips bay bilan sen tushunmadim. Lekin o Pips uni 4200 yopamiz. Shunaqalar tushunmayapman. Real shot ochilmagan. Ochishni bilmayapman. Yengimisiz bu sohada? Ha, yangiman aka. Voy, uzoq qiynalasiz unda, sizga sabr tilayman. Shu Xullas, Pips deb narx, mana narx ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu chap tarafda narxlar turibdi, ko'ryapsizmi? 4216, 4200 har xil, uni ko'ryapsizmi? ko'rdim. Mana Aha, o'sha yerdan, imенно shu joydan 4293 dan 4209 gacha bo'lgan diapazon Pips hisoblanadi. Pips или пункт, ну, не имеет значения, nomi, lekin masofasini hisoblaysiz shunaqa qilib. Va masofasi mana bu yerda kelib chiqadi. Necha pips yoki punkt turgani mana bu yerda. 1671 pips. Ya'ni $16 degani, $16 yuqori shunaqa bo'ladimi? $16 o'sgan bo'ladimi? Shunaqa bo'ladi. O'sha mana ishlab ketaveradi. Shu pips va punkt deb shunga aytiladi. Real shot o'zim ocha olamanmi? Labay? Yoki o'zim ochishim qiyin. Bemalol o'zingiz ocha olasiz. Misol, qaysi kompaniya prob anaqadan ochmoqchisiz? Excense, Libertex, Balobatda YouTube'da yozsangiz, Excense'dan ro'yxatdan o'tish va Real shot ochish deb yozadigan bo'lsangiz, to'la yozibdi darslar bu haqida. Bu haddan tashqari sodda bo'lgan dars. Chunki to'g'ri, men o'zim ham boshida shu narsalarni ko'rib o'rganganman. Mana bitta Real shot ochish uchun 2 soatlab o'rganganman. Qo'limdan kelmaydi. Vaqt, agar shu sohada pul topmoqchi bo'lsangiz, mana shu soha bilan ketmoqchi bo'lsangiz, sekin boshlasangiz, o'rganib, sekin foydaga chiqasiz. $4209da slishim kodda kontrakt qilgan, 59 kontrakt kirgan selga, yana 48, 23, 12, 27 da kontrakt turibdi va teparoqda 51 kontrakt turibdi. Bu degani narx o'sha kontraktlarni olgani boradi. Chunki pastda sotib oluvchi yo'q. Sizlarga bitta sekret aytib qo'yaman. Narx talab tarafga yuradi. Ya'ni sotish uchun talab kuchlimi, sotish tarafga qarab yuradi. Sotib olish uchun talab kuchlimi, sotib olish tarafga qarab yuradi. Shuncha pulli narsalarni tekinga berib qo'yaman, o'zimga yoqmayapti lekin. Xullas shunaqa, bizga tizimimiz hozir kelib 1 minut. Tak, men qaytdim. Xullas, nima deyotgandim, esdan chiqib qoldi. Narx talab tarafga qarab yuradi. Ana o'sha uchun ham talab va taklif degan qonun bor. Xo'p, mana shu joydan baykiramanman va ulgurmadim jalla. Impuls beryapti o'sha. Mana bu holatda kiraman. Stop mana Mamatga. Tepani Mamatga qo'yaman. Belgilab qo'ysangiz o'zi avtomatik o'sha yopadimi? Payiz bilan seriyni. Ha, o'sha TP va anaqa qo'ysangiz o'zi yopiladi avtomatik.
undan oyog'ini cheklab qo'ydingiz-da, to'g'ri. Labay. Undan oyog'ini cheklab qo'ydingiz chiqishiga yoki tushishiga. Ha, undan unaqa qilsangiz ham bo'ladi. Unaqa holatda stop loss qo'yasiz, take profit qo'ymaysiz. Yurib ketaveradi narx. Siz aniq qo'ymaysiz. Ko'nglingiz tusagan joyda yopasiz. Ko'nglingiz tusagancha foydaga chiqqanda yopasiz. Bu tip propus deyiladi. Siz qo'ygan. Labay. Bu nima deyiladi hozir siz qo'yib qo'ygan? To'g'richilar. Bu qizil taraf, mana bu qizil tarafi stop loss. Mana shu yerga kelsa avtomatik zararda yopiladi ochgan bitimim. Tepaga kelsa avtomatik tarzda foydada yopiladi. Shu narsa bu yoq stop loss, bu yoq take profit. Inglizchada o'zbekcha ma'nosini bilmayman, unaqa. O'zbek tilini ham zo'r bilmayman, men o'zbek sayyoralayman, shuning uchun ma'nosi shunaqa. Yana bitta savol, shuni hozir qo'ymaganingizda siz bayga tikib qo'ygansiz summani. Riski silik bo'lib qizil yuraversa-chi, u pastgacha, eng pastki chizibgacha qizil yuraversa sizga yopilmaydi, turaveradi. Minusga kiryapsiz. Yana qaytib chiqquncha kutsangiz, o'rniga qaytib chiqquncha siz hali nolda qolasizmi? Minusga kirib turib, yana qaytib nolga chiqasizmi? Qarang. Mana shu joydan sotib oldim. Mana shu narxdan 4207 dan narx pastga tushib kelsa, men buyruq qo'yapman. Narx pastga tushib kelsa, shu joyda to'xtat savdoni degan buyruq qo'yapman. Balansni hisoblaysiz. Misol $100 dan $10 sotib oldingiz. Stop loss ya'ni $10. Shu yerga tushib kelsa, avtomatik tarzda siz $10 zarar qilasiz. Siz boshqa yopmasangiz ham bitimingizni o'zi avtomatik yopiladi. Tepaga kelsa, tepaga siz $20 foydaga qo'ygansiz. Tepaga kelsa avtomatik tarzda tegmasangiz o'zi $20 foydada yopiladi. Ya'ni siz olgan narsa qimmatlashsa, o'shanaqa bo'ladi. Tushundingizmi? Arzonlashsa siz uchun yomon bo'ladi. Siz agar sotib olgan bo'lsangiz, siz olgan narsa arzon bo'lib ketsa, siz uchun zarar, qimmat bo'lib ketsa, siz uchun foyda. Tushundingizmi? Uni tushundim. Lekin o'shalarni qo'ymasangiz, yopishga qo'ymasangiz, tursangiz, riski tushib ketsa pastga, tushib ketsa minusga ko'tarib ketasiz. Shu minusdan chiqquncha tepaga, hozir sig'imizga chiqquncha balans. Siz balans minusdan qarab nolga qarab chiqib keladimi? Nolga ko'tarilib yana foydaga kiradimi? Tepaga yuraversa. Mana shu joydan $100 balansda $10 sotib olgansiz. Shu joyda. Siz lekin stop loss qo'ymagan holatda deyapsiz, to'g'rimi? Qo'ymagan holatda. Qo'ymagan holatda mana bu yerdan o'tib ketsa, o'zingiz qo'lingiz bilan avtomatik yopmasangiz, pastga tushib ketavergan sari siz zarar qilib boraverasiz. To o'sha $100 tugamaguncha zarar qilaverasiz. $100 tugagandan keyin boshqa zarar qilmaysiz. Undan o'tmaydi $100 yog'iga. O'tmaydi, chunki balansingizda $100 bo'ladi deb bor yo'g'i. Xo'p, mana 50-40 pips bor. Hozirgi ochgan bitimiz kimdir ochgan bo'lsa, yana 40 pips foydada bizni. Kirdi impuls. Nima uchun ob'yom bilan ishlashligi, mana aslida nega boy so'rovdingiz? Mana o'sha uchun ob'yom bilan ishlash kerak. Bu menda kurs yo'q, yetib qo'y, tag'in kursga tadqiqoti deb o'tirmaylik. Bu narsani yutib qo'yman, o'sha uchun kurs yo'q menda. Agar o'qiydigan bo'lsa ham $15,000 ga o'qitaman. Hazillashdim tag'in. Zo'r. Sizlar kanallarga adashmasam Bahorda qo'shilganman. Bitta bola Peterdaman. Rossiyada. Men sizni endi ko'rdim lekin. Shu men ham kirmasdim. Shu Bahorda qo'shilib qolib, u ham nima qaytadir. Fast foodda ishlaydi ekan u odam. Instagramda yozgan bo'lamasmisiz siz? Menga Instagramda yozgan. Instagramga ham chiqmayman. Yozmoqdim lekin. Bir bola yozuvdi-da, shu Rossiya tarafdan o'qimoqchiman, bu O'zbekistonga borib, siz oldingizda borib o'rgansam bo'ladimi deb bir bola yozuvdi Instagramda, ana esimda yo'q kimligi. O'sha Peterdaman deyotganingizda. Ya, o'masman lekin. O'sha boladan oluvdim-da, mana shu kanalga o'qiymiz, mana shu kanalda har kun tashlab borsa, shunga qarab men ham kirib o'zim qo'shilaman, hech kimda o'qimaganman, shu o'rganyapman. Deb ashita o'yin qilib ketayotgan ko'ruvimda bay ketdi.
Kim aytuvdi sizga bu narsani shunda? Bitta klientim, men taksi qilamanda, klientim chiqib qoluvdi, o'zbek ekan, tanishib ketdik, gaplashib, Kim ismi? ismi esimda yo'q. Chunki man Rossiyadan kuzatayotganlar borda 4-5 ta man o'zim bilan aloqaga chiqib turishadi. Lekin esimda yo'q, bahor deydi u voqea. Shunda qo'shilganman kanallarga. Lekin kirmasdim. Chunki ko'pda kanal, har xil kino kanallar ham bor. Boshqa balobatlar, muzikalar. Kam kiraman Telegramga. Qarasam hozir nimada efir bo'layotgan ekan. Kiraychitib, hozirgi kunlarda rosa qiziqyapman-da. Ochib akkaunt qo'shilishga shu sohaga. Oliyman o'z aslida. Borsam Qirg'izistonga o'shga. O'shda ham ochilibdi. Shu o'qishi. Qaysidir trend ekan. Rosa trendga chiqyapti hozir. Instagramda o'tdagi odamlar ham bizlarni tanishlar bo'lishi kerak. Chunki men o'shdan kurs ochyapman, shunaqa joy ochyapman degan edi bir bola. O'sha bo'lishi kerak, katta ehtimol bilan. Taniyman, Isroil degan bola bo'lishi kerak. Yaxshi bola, zo'r, bilimi zo'r bola. Dostoyniy. Mahkam ushlab etagini mahkam ushlab o'rgansangiz, foydaga chiqa olasiz. Lekin sizda boshlang'ich bilim bo'lgan bo'lsa, masala foydaga chiqishingiz birdaniga. Chunki bu soha oddiy soha emas. Siz bu sohada xatolaringizni 100 minut to'g'rilaysiz. O'sha uchun qiyin. Real shot emas, hali prop shot deb bamikan, hali katta pul bilan o'ynayotgan, lekin o'zini shoti bo'lmar ekan. Prop shot hozir bitta bola bilan shu bitta o'quvchim bor edi, anchadan beri o'qib hali ham aloqa. Xullas, o'sha bola O'zbekistonda bitta prop ochiluvdi, nomi esimdan chiqib qoldi. Xo'p, imtihondan yiqitdi o'shalar. Ya'ni umumiy yo'qotishdan, kunlik yo'qotishga qilmagan, $50,000 dan $45 gina yo'qotgan, bloklab yuboribdi. Shu narsani bo'yicha gaplashaman deb hozir ofisiga ketuvdi. Hali kelgani yo'q. Aloqa ham chiqqani yo'q. Nima bo'ldi, nima qo'ydi bilmaymiz. Kelib qolsa gaplashib ko'ramiz. Propi maslahat bermayman to'g'risi. Chunki prop bilan ishlash o'ta qiyin, vahshiy qiyin. Yetarli bilimingiz bo'lmasa, prop tavsiya qilaman. Undan ko'ra o'sha propdan ko'ra tajriba uchun sentin shotga pul tashlaysiz-da. Tajriba yig'asiz bozordan o'zingiz ishlab. Keyin yaxshiroq pul yig'ib turib, balans qilib turib ishlasangiz bo'ladi yana. Hozir necha dollardan tikyapsiz siz? Menda ko'p. Menda shot ko'p. 3-4 ta shotlarim bor. Ya'ni bitta balansda kirmayman-da, investitsiya olaman. Gaplashib, kelishib, shunaqa. Agar nima qilsa, bu sohani maslahatim yaxshi bitta odamdan o'rganing. O'rganmasdan turib YouTube'dan ham, men hozir bu yerda Asliddin akamiz ham, Aslbek akamizga ham shuni gapirdim. Qiyin, kimnidir kuzatib, prosta darsligini ko'rib o'rganib olish. Sizda savol tug'iladi-da, o'sha savollarga o'sha odam javob beradi. Ya'ni o'zi qilgan xatolarni siz qilmasligingiz uchungina kerak ustoz, boshqa narsa uchun emas. Mana hozir menga bergan savollaringizni YouTube'dan javobini topa olmaysiz. Bitta savolga topsangiz, keyingisi kelib chiqadi. Ya'ni keyingisi kelib chiqsa, shu savol ustiga savol yig'ilib ketaveradi.
tushunmagan sababidan. O'sha uchun tushunmasangiz mani so'ravering, kanal nimasi bor, komment ochiq. U bekitib qo'yib nimadir anaqa qilib kerak yo'q. Savol bersangiz, men bo'lmasam boshqa bolalar ham bor, shu tajribasi katta bolalar bor. Javob berishadi. Bo'lmasam vaqtim bo'lsa, ko'rib qolsam o'zim ham javob beraman. Necha yildan beri bu sohadasiz? 3 yil. Ana o'sha uchun boshqa kimdandir o'rganyapman, chunki soha oddiy emas. Bu oson narsa emas. Mana shu yerdagi o'tirgan odamlardan so'rayman, Ali akamiz bor, Ulug'bek akamiz bor. Oson emas, boshidan ko'pchilik ko'p narsa o'tib ketgan, ko'p slivli, ko'p stresslardan o'tib ketgan. Kimlardir sochi shaxsan o'zim yaqinda emas, где-то bir 4 yoki 5 oy bo'ldi, yaxshigina katta minus qilib turib, o'zini osib o'ldirgan ikkita bu odam haqida ham eshitdim. Ya katta 100 ming ustidagi shot. Xo'p, akalar, tabriklayman. Tipi oldik. Boyaga aytgan mavzuim bo'yicha bozor talab tarafga, ya'ni 67 pips zo'r, stop lossga yaqin ham bormadi. Bozor talab tarafga qarab yuradi. Ya'ni sel uchun talab ko'pmi bu yoqda? Ya'ni mamutdan sel olayotgan dalboyoblar bormi? Sel o'sha yoqqa sotilish uchun yuradi. Sotuvchi ko'pmi? Ya'ni arzon narxda mamutdan men 500 kilo oltin sotib olmoqchiman, 1 tonna oltin sotib olmoqchiman degan bo'lsa, narx shokka keladi. Sotib olgandan keyin, yetarlicha bo'lgandan keyin yurishi mumkin tepaga. Bu yoqda hozir shunaqa, ya'ni men sotmoqchiman deyotganlar ko'p tepada tillarni. Bu narsani anu Ultra Pro Max degan trader odamlar o'rgatadi. Ya'ni kursdan tirikchilik qilganlar. Sizlarga tekinga berib qo'yaman. Bunaqa strashniy yana bir kursga borgansiz? Labi Qancha vaqt kursga qatnagansiz o'qishga? 2 yil. 2 yil kursdan kursga sakraganman, ya'ni u kursga boraman, natija bo'lmaydi, bu kursga boraman, natija bo'lmaydi, shunaqa qilib yurganman. Hozir общий cho'tingiz qancha? Balansiz. Bu narsani ayta olmayman bu so'rovga. Lekin katta. Aka savolim bor edi. Eshitaman. Time frame'da M1da analiz qilasiz yana ko'pincha. Men katta time frame'da analiz qilaman. Bir har kuni ertalab katta D1dan tushib kelaman. Kunlik time frame'dan tushib kelaman pastga. Kunlikdan 4 soatlik, 1 soatlik, 15 minutlik, 5 minutlik, 1 minutlik qilib zona olib, narx ko'rib, direction, ya'ni yo'nalish topib savdo qilaman. Mani tizimim shunaqa. Bilmadim, ya'ni kim qanaqa, boshqa trenerlar qanaqa ishlaydi bilmadim. Mani tizimim shunaqa. Ya'ni kunlik trade qilaman. Scalp ko'rayotgan bo'lsanglar, men Mamutdan olganmiz bay. Yopdim dedim, esingizda bo'lsa. Mamutga chiqdi, 172 pip yopdik. Keyin betdan sel oldik, 40 nechamdir pipsda yopdik, to'g'rimi? Keyin qaranglar. Yana Mamutdan olamiz bay. 81 pips bo'libdi hozir, zo'r natija. Ko'rdinglar, agar kuzatayotgan bo'lsanglar, 10 da kam 8 da boshladim, 1 soatdan oshuv bo'ldi hozir. Misol uchun 1,5 soat bo'ldi. Hali stop yeganimiz yo'q. O'rtacha hisobda biz bo'yi 230 edi, 310 yoki 320 pipsni savdo qildik. Bu degani bitta joydan misol men bitta boyagi baylarni yopmaganimizda o'rtacha hisobda 0.01 pozitsiyani o'zi bizga $27 bo'lar. Tilla hali dal uchadi u tepagacha. Chunki tepada vashshi katta sotuvchi turibdi. Narx o'sha qarab yuryapti.
to'g'ri bu yoqdan sotayotganlar ham bor pastda, lekin sotayotgan odamlardan ko'ra tepadagi turgan sotuvchini nimasi kontrakti kattaroq, salkam 100. Imminni o'sha narx qayerda turibdi, mana men belgilab qo'yaman, 4227. Shu joyga kelganda bitta impuls berishi mumkin sen uchun. Unaqa impuls deganda u oqib ketmaydi, dahshat 500-600 pipslar. Kamida bir 100 pips tashlab bersa kerak. Taxmin. Balkim sal teparoqqa chiqib ketishi ham mumkin. Futures bilan Forex'dagi narx o'rtasida boshqa narx o'ynaydi. Ya'ni Futuresda hozir narx 4242 bo'lsa, bizda 4212. Shunda 30 dollar, 40 dollar razница bo'lyaptimi o'rtada? 12 dan 40 to'g'ri. Yo 30 dollar. Xullas 30-40 dollar o'ynaydi. Ya'ni bu degani 300 yoki 400 pips razница degani. Misol mana hozir shu do'zdan hisoblaymiz. Bu yoqqacha 1,5 ming pips bor ekan. 150 pips bor ekan, adashib ketaman. Ushlab turaveramiz baya. Hali sel uchun hech narsa yo'q. Boyaman aytdim sizlarga 4200 necha dedim, bilay xullas o'shani yordi narx ketyapti hozir. Yana bitta impuls berishi mumkin hozir. Aynan shu yerda. Bu narsani sababini bilasizmi, Ulug'bek aka? Sababini o'shanda anaqa qilganingizmi? Ha, o'sha. Siz odamlar oylab anaqa qilgan narsani bittada oldingizda, 15 minut ichida oldingiz mendan kecha. Kechadan oldin kuni. Men Central Shot ochdingiz-ku. Ochdingizmi? Ha, вообще mana bo'lib ketyapti, nima edi? Oson bo'lib ketyapti. Именно kompyuterda o'tirib olganda o'sha tushuntirganini qizni qarab shuna qarayman, barba, aha, da, shu обратga keldi. Bum ketdi. Ana o'sha narsa mana impuls qaranglar. Men aytib turma, impuls berib turibdi. Bilmadim, nima kerak. O'zimni Ultra Pro Max kursimga taklif qilaman. Narxi $1 yozilib qo'yinglar. И дополнительно yaxshi duh vagon degan kursga ham обязательно qo'shilinglar. La, bu yerdagilar hali meni bilmaydi. Mana ikkita akamiz qo'shilibdi. Hali lot tushunchasini menimcha hali tushunishmaydi. Agar men 100 lot ochganligimni bilsa, o'zini osib ham qo'yadi. Boya gruppada bitta bola so'rayapti, nimani anchadan beri kuzatayotgan bola, lotni ham ko'rsating, bir mazza qilaylik deydi. U bola ko'rgan 100 lot, 50 lot ochganlarini ko'rgan. Mamutday achimonman yo'q bo'lganimga. Bale, shuncha pullar. O'sha vaqtda investitsiya kamroq olardingiz, o'ziz shotsizda ishlardingiz. Men investitsiya qarang, shu yilni, to есть o'tgan yilni dekabrda olganman, birinchi investitsiyamni. Samarqandlik aka edi. Unda zo'r bilimim yo'q edi. Ishlardim, uni ko'p ishlamasam, kuniga maksimum $30 ishlasam xursand bo'lardim o'sha paytda. Hozir $30 5 minut topib qo'yaman. 5 minut emas, bir 2 minutlar uzoqroq. Mana men bu o'zim seriozli foyda bor. Xo'p, bir lot kirsangiz $860, 0 kirsangiz $86. To'g'rimi? 0 kirsangiz Shunaqa. Menda hozir investitsion shot bor, unda lekin katta risk qilmayman. Vash, kichkina risk qilaman. 001, 002, uzoq 003 bitta shot topdi, ya'ni $600 shunaqa.
katta degan o emas. Bu narsani $200 olib chiqqanman. 1,5 $1,200 olib chiqqanman 17 kunda. Yechilgan summa. Bu yoq yana ketgan. Xo'p, boyaga men aytgan zonamga yaqinlashib qoldik. Salkam 100 kontrakt turibdi. O'sha yerga yaqinlashyapmiz. U zona 4224. Ozgina mana aniq qilib qo'yma, shu 20 shu yerdan boshlanadi. Shu yerga yana ozgina yurib bersa, men yopaman bitimni pastdagina. No, o'tdan ham ozgincha o'tishi mumkin, где-то bir mana mavshidligicha ham chiqib o'rishi mumkin, 29ligicha ham chiqib o'rishi mumkin. Xo'p, option hisobda men bu yoqdan hisoblaganda, ya'ni bittada ochilgan bitini hisoblaganda shu yergacha hozir biz 271 pips foyda. Mana bu yerda boya 80 necha edi? 48 edi. 50 pip degan. 271 ga 50 ga qo'shsak, $300 qancha bo'ladi? 120 bo'ladimi? 120 pipsli foyda. Ya'ni bironta hali bitimiz Xudoga shukr ko'rsatilmasa zarar ko'rmadi, faqat foyda. Uje odamlar selga kirishga boshlandi. Hali zonaga ya'ni katta tikroy zonaga yetib kelmasdan turib. Shu yerga kelganda ko'rsak bo'ladi sel. Shunda siz hozir oltinda o'ynaysiz? Ha, oltinda o'ynayman aka. Eslaysizmi, men aytuvdim-ku, shu zonagacha borib uchib bersa kerak degan. Ha. Kechami? Kecha to'dizalishmi sen? Yo'q, bugun boya. Hali hech kim yo'q edi. Ha. Undachi to'g'risini aytaman. Anaqa qo'lim band edi, payqamaganman gapingizni. Ha degan bo'lishi mumkin, esimda qolmaganligi uchun. Men o'zi H1da o'zi analiz qilgandim-da. Ha, xo'p. Mana analizimni olib tushuntirdim. Men qattiq kutayotganligimni. Hammaga ming bor uzr. Mahallada svet o'chib qoldi. O'sha uchun to'g'ri tushunsizlar. Chiqaman men endi. Agar nima bo'lsa, svet kelib qolsa, to'p kelib qolsa, yoqaman efir. Salomat bo'linglar. Hammaga rahmat efirga kirganlarga. Addushi. Sizga rahmat aka. Sog' bo'ling.